Assalamu alaykum. Kitap okuş munbiri Avlatlar torbetiga hoş geldiniz. Mening ismim Nuriya Rahman. Hazır anlaydıqınız danlıq yazgıçımız, şairimiz merhum Abdurrahim Ötkür şiirlerinden Tova deymen, tova. Tova deymen, tova. Haddidin eşip, bulduqlap teşip, qazanını koyup eğizda qaynaydigan boptu şoba. Seher tilisan az ye, izzet tilisan az de. Deyti ata bovimiz. Lekin bizning ba'zimiz putta emas ig'izda, quruq mengib ingizda. Shahar oladigan bo'ldik. Tova deyman, tova. Ko'z ikki, quloq ikki, qo'l ikki, oyoq ikki, ig'iz burun bir faqat. Shuning o'zi bir hikmat. Shundaq turuqliq endi ig'izga yuklab yukni, o'ng ta'tur kiyib bökni. Gap so'zdan so'xan to'qib, sevatni satmoqning nima lozimi? Tova. Hey cho'ka, hey sen cho'ka. Tova deyman, tova. Osh yeydigan asbobni nima qilib oldik endi? Buni aytishga do'stlar, tilim barmaydi zodi. Otadan qolgan udummu, yoki miras tulummu, yoki paylimizga loyiq bir la'nati ko'rim. Nima bo'lsa bo'lsin, tova deyman, tova. Mundan 10 necha yil burun heliqi saran qo'yun ichib etgan o'xshaydi ba'zi ko'ni go'rlarni. Tomdan tarisha tushgandek, arvoh tirilib chiqqandek bozorga kirib qopti. La'natdek ko'r liq valik. Sen sahroliq, men shalik, ovu adash qayarlik deydigan o'tmas mata ba'zilar zo'rlab sota. Tova deyman, tova. Bu gaplari teha ozdek, hujjig'i chiqqan mozdek surishtirib ustixon. Men palani, sen palan. Mening aslim isil zot, isilliqda topgan at. Palanchi o'zi kimken, u mening tengimmikan deydigan lovziliqlar erib qopdi xilala. Tova deyman, tova. Yana qarab nasabga, martaba ham mansabga to'rimi talishadigan bo'ldik. So'zangur xonimlardek. O'ltirishimizmi qaltis g'adayga begimlardek. Bularning qaysi birini aytay? Tova deyman, tova. Merhum şairimizninki her bir şiirini o'qiganimizda bizga bir tarbiya, bizga bir yo'l ko'rsatkich mayak. Ma'qul emsa, kelar qitimliq kitap o'qish programmamizda ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Aman bo'linglar.